Assalomu alaykum. Burchagimizni 4 talovini qilib bo'ldik. Alhamdulillah. Tak mana bu yoq tekis joyimizni ham cho'rnovoyini to'rdan birini pashti qutuldik mana. Xudo xolasa 3 qator reka bo'lyapti. Shuna chiqadi, tepaga uriladi. Mana işte mana shablonni qo'yib turib, qilishinglarni maslahat beraman. Shablon bu A nuqtamizdan bitta markaz bor, B nuqtamiz. Xudo xolasa buni men maslahat beraman. Mana yerda o'zini radiusi bo'lib olishimiz kerak, qatga tushadi. Avvalgi tochkalari bor, nuqtalari bor. O'sha nuqtalariga rekani berish kerak. Agar sal u yoqqa bu yoqqa adashadigan bo'lsa, qoplanayotganda gips kardondan sinib ketish ehtimoli katta. Mana bizda bitta nuqtamiz. Bu yerda bu nuqtadan bu nuqtagacha o'rtasi, uni sentri mana. Bitta mana ikkinchisi, o'sha oxirgisi stik bo'lyapti. Mabodo mana shunaqa nuqtalarda adashsanglar, qoplashinglar o'xshamasligi mumkin akalar. Obuna bo'lishlar esdan chiqmasin. Shunaqa ish qilayotganlarga yoki shunaqa ish qilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yamiz. Joninglar sog' bo'lsin, omon bo'linglar.